Alaykum DLC shog'ulonlari. Bugungi videoda sizlar bilan mening shaxsiy DLC akkauntimni noldan obzor qilib chiqamiz. Qani unda ketdik. Video boshlanishidan oldin like bosib do'stlaringizga tarqatish esdan chiqmasin. Chunki video oxirida sizlarga bitta bomba yangiligim bor. Qani unda ketdik. Hujumda Dembele Seteresni yuz qilganman. Nimaga deganda hujumchilarga Setere juda kerakli narsa. Shu bilan ham juda yaxshi o'ynaydi. Soti 100 bo'lmasa-da Rivaldo yaxshi kuchaymagan. Kylian Mbappe juda yaxshi o'ynaydi. Erling Haaland, De Bruyne prime vaqtda olib qolingan. Federico Valverde, Gabriel juda yaxshi kuchaygan. Hakimini ko'rishingiz mumkin. Hujumga yaxshi qo'shiladi. Himoyaga ham yaxshi turadi. Van Dijk ham juda yaxshi. Alisson, Cancelo. Kane uncha o'xshamagan. Vinicius Juniordan omad kelmagan. Donnarumma, Sounes haqiqiy o'rtaga qo'yadigan o'yinchi. Luka Modric, Antonio Rudiger, Carvajal. Buni o'rtaga qo'yish uchun kuchaytirganman. Ko'rishingiz mumkin. Shotlarini pastiga berganman ko'proq. David Alaba, Lothar Matthaus ko'rishingiz mumkin. 2.86 qora o'yinchi bor. Xudo xohlasa bu yerdan Cannavaro'ni olaman. Olsam sizlarga video qilib chiqaman. Bir jicha qoldi. Lewandowski'ni ko'rishingiz mumkin. 4.100. Shunaqa kuchaytirish kerak. Lewandowski'ni ko'rishingiz mumkin. DLC 25 ga kuchaytirganman. Hozir reytingi 83 pastlagan. Bruno Fernandes, Muhammad Salah ham yaxshi kuchaygan. Ronaldoni ko'rishingiz mumkin. 84 paytda olib qo'yganman. Moises Caicedo 84 paytda olib qo'yilgan. Yangilanishdan oldin, chunki hozir 83. Rodrigoni 93 paytda olib qo'yilgan. DLC 25 da. Toni Kroos afsona 8-raqam qiroli. Valverde hozir yetib ololmayapti buni darajasiga. Qiyin. Ederson, Antoine Griezmann. Bu ham so'ndi hozir. Qaysidir klubga o'tib ketdi Atleticodan. Paulo Dybala yangilanishdan oldin olingan ham. Hozir akkauntda ko'pchiligi yo pastlagan yoki DLC 26 da yo'q umuman. Angel Di Maria yo'q. N'Golo Kante Fransiyaga chaqirilgan bu yil. Tugatish ehtimoli katta bu yil Fransiyada faoliyatini. Gundoganni ko'rishingiz mumkin, juda yaxshi. Mats Hummels ham yaxshi. De Gea, bu yoqda ko'klar. Eldor Shomurodov O'zbekiston terma jamoasining asosiy hujumchisi. Mana bu qizil o'yinchini kecha tushirdim. Yaxshi o'ynamas ekan. Endi baribir sotmayman. Akkauntni chiroyli qilib turadi. Lucas Vazquez Real afsonalaridan biri. Raheem Sterling 75 paytda olib qo'ygan. Hozir 73 reytingi. Thiago Silva. Bu ham juda yaxshi o'ynardi oldinlari. Hozir yo'q. Lucas Paqueta, Diego Jota, Jorginho, Darwin Núñez. Ba'zi bir sabablarga ko'ra Darwin Núñezni tepasidan 4.100 chiqmagan. Marko Asensiyoni ko'rishingiz mumkin, juda yaxshi. Orkun Ko'chki hozir DLC'da yo'q. DLC 25 olib qo'yilgan bu ham. Aubameyang juda yaxshi kuchaygan, yaxshi o'ynaydi. Qizil o'yinchilarni sizlarga aytib o'tay. Sotmanglar iloji boricha. Hozir 3 soatdan keyin Sabitga keladi. O'shani o'ynab olamiz hozirlagini. Drendraxtlar keladi. Ikkinchi sezon ham keladi. O'yinchilari yaxshi. Bu yerda 8 talikdan olish kerak. O'yinchilarni iloji boricha. Men davomat boqmagan. Transferlardagi hech qaysi o'yinchini olmaymiz, chunki hammasi bot. Bu o'yinchi pastlatdi, 78 edi. Juda yaxshi o'yinchi bu ham. DLC'da yaxshi o'ynaydi. Akkauntni ko'rishingiz mumkin. Juda yaxshi. Akkaunt admin bor. Kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. Agarda sizlarga hozir
internet yaxshi ishlamayapti. Video oxirida aytmoqchi bo'lgan yangiligim, agarda shu video 50 ta layk yig'ib, podpiskamiz 50 tadan o'tsa, keyingi video albatta DLC 26 o'yinida avtomatik tanga va olmos yig'ish haqida bo'ladi. Buning uchun bu videoga layk bosing, podpiska bosing, kommentariy yozish esdan chiqmasin. Do'stlaringizga ham tarqatib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling. Sizlar bilan DLC Yusufjanov kanali bo'ldi.